Afg'oniston vaziri O'zbekistonning tuziga tupurdi. Hukumat uzr so'rayapti. Rossiya Boltiqbo'yi mintaqasidagi muhim infratuzilmaga hujum qilishni rejalashtirmoqda. Pikaks tog'ini yo'q qilamiz. Eron tayyor tursin. Tramp. Rossiyadan Zaporojye shahriga hujum. Qurbonlar bor. Karnavara O'zbekiston terma jamoasini tark etishi mumkin. Endi esa batafsil. Ba'zan telefoningizning quvvati siznikidan uzoqroqqa yetib qoladimi? Umumiy holsizlik va energiya yetishmayaptimi? Tez-tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Unda ko'plab erkaklar tanlayotgan Vulkan haqida o'ylab ko'ring. Erkaklar salomatligini qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan mahsulot. Erkaklik quvvatingizni ham yuqori darajaga olib chiqadi va eng yaxshi yangilik, hozir 30% chegirma. Vulkan faol va ishonchli hayot sari qadam. Rossiyadan Zaporojye shahriga hujum. Qurbonlar bor. Rossiyaning Ukrainaning Zaporojye shahriga bergan zarbasi oqibatida 2 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Zaporojye viloyat harbiy ma'muriyati boshlig'i Ivan Fedorov o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, vayronalar ostida yana bir kishi bor deb taxmin qilinmoqda. U shuningdek, Rossiya kuchlari viloyat poytaxtiga 3 ta boshqariladigan havo bombasi bilan zarba berganini ta'kidladi. Hujum natijasida turar joy va turar joy bo'lmagan binolar vayron bo'lgan va shikastlangan, shuningdek shaharda yong'inlar sodir bo'lgan. Ta'sir zonalarida qutqaruv ishlari davom etmoqda. Rossiya Boltiqbo'yi mintaqasidagi muhim infratuzilmaga hujum qilishni rejalashtirmoqda. Biz maxsus xizmatlarimizdan shunday signallarni olmoqdamiz. Ular aniq joy yoki vaqtni belgilashga imkon bermaydi, chunki dushman rejalashtirishni hali yakunlamagan. Bizga faqat tayyorgarlik fakti yoki mo'ljallangan maqsad ma'lum, dedi Litva prezidenti Gitanas Nauseda BNC agentligiga bergan intervyusida. Litva prezidenti bunday hujumlarning maqsadi muhim infratuzilmaga jismoniy zarar yetkazish ekanini va ular turli xil vositalar yordamida amalga oshirilishi mumkinligini aytib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, gap ushbu obyektlarning ishlashini to'xtatishi mumkin bo'lgan har qanday narsa haqida bormoqda. Nauseda intervyuda Rossiya hujumlarining nishoni aynan Litva bo'lishi kerakligini to'g'ridan-to'g'ri aytmadi. Iyun oyi oxirida Polsha g'arb maxsus xizmatlarining Moskva tomonidan NATOning sharqiy qanotida ig'volar xavfi ortib borayotganidan xavotirda ekani haqida xabar bergan edi. Pikaks tog'ini yo'q qilamiz. Eron tayyor tursin. Tramp. AQSh prezidenti Donald Tramp yaqin orada AQSh Erondagi Pikaks tog'iga zarba berishini ma'lum qilib, Washington Eronga qarshi kuchli hujumlarni davom ettirish haqida ogohlantirdi. Bu haqda Reuters xabar qilgan. Trampning aytishicha, AQSh ushbu obyektni doimiy kuzatib bormoqda va Eronning yadro dasturiga oid har qanday faoliyatga keskin javob qaytarishda davom etadi. Biz Pikaks tog'ini yo'q qilamiz. Eronliklarga tayyor turishlarini ayting. Manbaning yozishicha, Pikaks tog'i Eronning jiddiy zarar ko'rgan Natanz uranni boyitish inshooti yaqinida joylashgan. Tog' ichida 2 ta chuqur yerosti tunnel majmuasi mavjud. Mutaxassislar ushbu obyekt AQSh ixtiyoridagi eng kuchli bunkerga qarshi bombalar zarbasiga ham bardosh bera olishini aytmoqda. Biz u yerni diqqat bilan kuzatyapmiz. Har safar u yerda biror faoliyat haqida eshitsak, uni portlatamiz. Shuning uchun ular bu haqda gapirishni yoqtirishmaydi. Ular yadroviy vaziyat bilan yaxshi ishlamayapti. Lekin biz ehtimol yaqin orada Pikaksga ham zarba beramiz, degan Tramp. U shuningdek AQSh Fors ko'rfazida Eron kemalariga nisbatan blokadani qayta tiklagani va Hormuz bo'g'ozi ochiq qolishini ta'minlashini ham bildirgan. Biz ularga bugun kechasi ham ertaga ham juda qattiq zarba beramiz va ular bunga qarshi hech narsa qila olmaydi, degan AQSh prezidenti. Afg'oniston vaziri O'zbekistonning tuziga tupurdi. Hukumat uzr so'rayapti. Afg'onistondagi Tolibon muvaqqat hukumatining fazilatlarini targ'ib qilish va yomonliklarning oldini olish vaziri Xolid Hanafiy O'zbekiston haqida tanqidiy bayonot berib, bir vaqtlar islom sivilizatsiyasi va ilm fanining eng muhim markazlari bo'lgan Samarqand, Buxoro va Termiz shaharlarida bugun faqat islomning nomi qolganini da'vo qildi. Bu haqda joriy yilning 10-iyul kuni Afg'onistonning janubiy sharqiy viloyatlaridan kelgan ulamolar bilan uchrashuvda gapirdi. Vazir islom ummatiga rahbarlik qilish vazifasi ulamolar zimmasida bo'lishi lozimligini qayd etgan va O'zbekiston diniy ulamolarini ham tanqid qilgan. Shuningdek, Tolibon mulozimiga ko'ra, O'zbekiston boy islomiy merosga ega bo'lishiga qaramay, islomdan ancha uzoqlashgan.
Biroq Afg'onistondagi hukumat O'zbekiston haqidagi ushbu bayonot mutlaqo haqiqatga to'g'ri kelmasligini bildirib, uni keskin rad etdi. Bu haqda Fazilatlarni targ'ib qilish va yomonliklarning oldini olish vazirligining Afg'onistondagi O'zbekiston Respublikasi elchixonasiga yo'llangan raddiyasida so'z borgan. Raddiya matni qalampir.uzga O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi tomonidan taqdim etildi. Bildirilishicha, O'zbekistonning Qobuldagi elchixonasi ushbu xabarlar yuzasidan zudlik bilan tegishli o'rganish ishlarini olib borgan. 16-iyul kuni Qobuldagi O'zbekiston elchixonasi nomiga Fazilatlarni targ'ib qilish va yomonliklarning oldini olish vazirligi tomonidan raddiya murojaati kelib tushgan. Qayd etilishicha, unda ayrim doiralar va ommaviy axborot vositalari vaqti bilan ikki qardosh davlat o'rtasidagi ishonch va yaxshi qo'shnichilik munosabatlari muhitiga putur yetkazishga va faktlarni buzib, ularni noto'g'ri talqin qilish orqali o'zlarining g'ayrli maqsadlarga erishishga harakat qilishini ta'kidlagan. Jumladan raddiya murojaatida quyidagilar keltirilgan. Birodar, O'zbekiston bo'yicha pozitsiyamiz aniq. Ushbu yurt islom ummatining ko'plab buyuk ulamolari, jumladan Imom Buxoriyning muqaddas vatanidir. Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasida chuqur diniy, tarixiy, madaniy va xalqlar mushtarakligi mavjud. Biz ushbu munosabatlar va o'xshashliklarni alohida qadrlaymiz. Shu bois ayrim ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston deb salbiy talqin qilingan bayonotlar va chiqishlar haqiqatga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Biz bunday da'volarni qat'iyan rad etamiz va ularni faktlarni buzish deb ataymiz. Shuningdek, raddiyada ikki davlat o'rtasidagi birodarlik, o'zaro hurmat va yaxshi munosabatlar muhiti bundan keyin ham yanada mustahkamlanishiga ishonch bildirilgan. Cannavaro O'zbekiston terma jamoasini tark etishi mumkin. Jahon chempionati va oltin to'p sohibi Fabio Cannavaro yaqin orada O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi lavozimidan ketishi kutilmoqda. Jurnalist Aleksandr Troitskiyning ma'lumotlariga ko'ra, oldindagi Osiyo Kubogida terma jamoani boshqa mutaxassis boshqarishi ehtimoli yuqori. Bunday qarorga kelinishiga O'zbekiston terma jamoasining 2026-yilgi jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtiroki sabab bo'lgani aytilmoqda. AQSh, Kanada va Meksika maydonlarida o'tgan mundialda vakillarimiz guruh bosqichidan o'ta olishmadi va barcha 3 ta uchrashuvda imkoniyatni boy berishdi. Jamoa Kolumbiya, Portugaliya va Kongo Demokratik Respublikasiga mag'lub bo'lib, o'z guruhida birorta ham ochko jamg'ara olmadi. Cannavaro O'zbekiston terma jamoasini 2025-yilning 6-oktyabr kuni qabul qilib olgan va bu lavozimda Timur Kapazyening o'rnini egallagandi. Italiyalik mutaxassis bilan 2+3 tizimi bo'yicha shartnoma imzolangan. Ya'ni dastlabki 2 yillik bitimga qo'shimcha ravishda kelishuvni yana 3 yilga uzaytirish imkoniyati ko'zda tutilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Cannavaroning yillik maoshi 4 million yevroni tashkil qiladi. Bu esa uni dunyodagi eng ko'p haq to'lanadigan milliy terma jamoa murabbiylari qatoriga qo'shadi. Biroq bunga qadar O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti Ravshan Ermatov bu mablag'ning katta qismi turli bonus to'lovlardan iborat ekanligini, asosiy kafolatlangan maosh esa pastroq ekanligini ma'lum qilgandi. Hozirgi vaqtda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Cannavaroning kelajagi borasida hech qanday rasmiy bayonot bergani yo'q.